ikkita egizagimiz bor, kichkinalari egizak. Uxlamaydi ham, uxlatmaydi ham. Sizlarning bolalar ham shunaqami? Kecha soat 1da ham ko'zi yonib turadi shunaqa. Voy, bolam soat 1 bo'ldi, uxla desang, deb qo'yadi. Ayollarga rahmat. Men ayolim misolida aytaman, bola boqish oson emas ekan, farzand katta qilish, dunyoga keltirish oson emas ekan. Meni xotinim bechora beshik temperaturasi bitta qo'li uxlamaydigan bo'lib qoldi. O'zi uxlaydi-ku, men qo'l uxlamaydi, men qo'l. Paypaslar buni sizlar qidirib yotadi kechasi ham. Da qarasam, uxlaydi qotib, qo'l. Nerv uzilgan bu yoq, boshqa respublika. Bunki qaynanam, men bolalarga qarab turaman, qizim uxlab oldi deydilar. Men futbol ko'rib yotgandim. Bir payt sekin qo'li bilan paypaslab kelib, yelkamdan ushlab, tebratyapti bunaqa. Meni beshi deb o'ylayapti.